Assalomu alaykum hammaga. Mana mashinniklarni ko'ringlarda bir. Necha pul pulingiz bor? 60.000. 60.000. Sizga nimaga deb olgan? Anaviga tushganiga yordam qilaman, chiqarib beraman dedi. Dasmini shunga anaqa qilmadi, bermadi-ku. Militsiyaga tushgandim bironta tanishingiz. Ha, O'shani chiqarib beraman deb pul olganmi? bermadi-ku. U Ayta deportatsiya bo'lib ketdi o'g'aynim ham. bu Xorram bola hammani kuydirib yurgan ekanda, opa. Siz bu mashina nomerdan telefon qilibdimi? Yo, bu o'shani nomeri. Telefonni hozir biz oldik, bir joydan oldik. Hozir endi o'zini svязga chiqishini kutib o'tiribmiz. Hamma qarg'ab, shu hammani olib telefon qilyapti sizga o'xshab, opa. Yo'q deb eshitdimda, u bir anodagi gap deganda nima deydi. Katta pul bilan telefonga apparat qilib bir nimalar qilayotganda bo'lmas. Yaxshi bala emas ekanda. Siz bu hazillashmayapsizmi? Yo'qing kamera. Ha? Yo'qing kamera. Taniysizmi meni? Men o'sha bola emasmi? Yo'q. Vallahi opa, men sizdan nimaga hazillashaman, opa? Shunday siz yoshi katta ayolni ahmoq qildimi Xorrami? 60.000 pulingizga kuydirdimi sizni? Kim uchun berdingiz pulni? U odam chiqdimi keyin? Yo'q, chiqmadi deportatsiya ketdi. Bo'ldi opa, men bolani topamiz, sizga svязga chiqamiz. Mayli opa, charchamang. Videoni hamma ko'rdi, ko'pchilik tushunmadi. 20 yoshlarlik bola mana shu ayolni aldab pulini olib bermay yuribdi. Bundan tashqari yana bir 4-5 ta odamniki bor, bermay yurganlari. Kecha bu bolani ushladik biz, shu vaqtgacha videosini qo'ymay yurdim. Endi qo'yapman bo'ladi asosda. Bu bolani ushladik, nakazat qildik, hamma narsani bo'yniga qo'yib 30-gacha mana shu ayolni pulini beradi, qolganlarnikini 10-gacha beradigan qilib hammasini bo'yniga qo'yganmiz. Agar bermasa, qolgan videolar ham chiqadi, u bolani yana ushlab, boshqacha qilib nakazat qilib ommaga qo'yib beramiz. Nimaga u bolani birdan videosini chiqarmayapman? Chunki u bola yosh hali. Xato qildim, tavba qildim deb kecha tavbasini qildi. Agar mana shu pullar qilib bermasa, znash tavba qilmagan bo'ladi. Kim boshqacha qilib yana umla nakazat qilib videosini boshqacha qilib chiqarib beraman. O'sha kecha gaplashilgan hamma videolari ham bor. Shu videoni kim ko'radigan bo'lsa, shu video maksimalni tarqatinglar, shu mashinniklar ko'rsin. Shtobe bunaqa ish qilishdan oldin o'ylasinki, ertaga men ham mana shunday ommaga chiqishim mumkin deb o'ylasin. Obuna bo'linglar, kuzatinglar.